Assalamu alaikum hürmetli televizyon kögüçiler. Uyghur televizyosunun gündelik haberlerini görüşünlerden karşılayınız. Şarkı Türkistanlık yazgıcı, şair ve faaliyetçi Hacı Abdülhakim Baqi 2019 yılı 8 Ağustos Peyşembe günü Amerika'nın paytaxtı Washington'da uzundan beri mubtala bolgan dimiz qilish kesili bilan vafot bo'ldi. Biz hammamiz Allohdan keldik, yana Allohga qaytamiz. O'quv Uyg'ur beli yurtida o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Xitoy doiralari atalmış qanunsuz uchur taqitishga munosabatlik 13 kishini jazolagan. Erdoğan, Qrimning qanunsuz holda Rossiyaga qo'shib olinishini e'tirof qilmaymiz dedi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 7 Ağustos Selim Paşa'daki O'quv Uyg'ur maktabida yozliq ta'tillik o'quv o'qitish kursining oyoqlashishi bilan o'qish bitirish faoliyati o'rinlashtirildi. Faoliyat boshlanib Qur'oni Karim tilovat qilingandan keyin Istiqlol marshi o'qilib hurmat bildirildi. Orqadan O'quv Uyg'ur maktabining qurg'uvchilari bo'lgan Abdug'ani Qutubiy apandi va Habibulloh Kusani ustoz sahnada so'z qilib, o'qishning qanchalik muhimligini va maktabning o'qitish ahvolini tushuntirib o'tdi. O maqsabiylar va o'quvchilar bo'lsa, Allohim, anam chiroyliq, Chin Timur Batur ve Uyghur ayol kahramanlarımızın canlandırdığı Uyghur kızı, Mektep marşı, O'qituvchilar Madiya, Toy, Sharq Türkistan ve bundan başka köplegen naqsha, qiziqarliq ve ta'sirlik itotlar, she'r hikoyalarni o'rindash orqali ota-onalarga nihoyat ko'ngillik, ahamiyatlik ve unutulg'isiz bir kun baxsh etdi. Faoliyat o'quvchilarni mukofotlash bilan oxirlashdi. Shuning bilan bir vaqtda Safaköydagi Ko'knur bolalar yaslisi 3 Avgustda o'qish bitirish faoliyati o'tkazgan bo'lib, faoliyatda o maqsabiylar Qur'on o'qish, naqshi usul, itot qatorliq nomerlarni o'rindadi va o'quvchilarni mukofotlash bilan faoliyat nihoyat jo'shqin, ruhliq va ko'ngillik oxirlashdi. Tangırtaq Toru'nun 7. yıl xabarda Xitoy hükümeti Ürümçi, O'g'ilja, Bo'rtala, Aqsu ve Qashqar qatorliq joylarda atalmış qanunsuz uchur tarqitishga aloqador 8 tipik deylov va uning chetishliq 13 kishini internet va boshqa ijtimoiy aloqa suplarida diniy oshqunlik, bo'lginchilik va saxt uchur qatorliq mazmunlardagi yeziq, rasm, sin ko'rinishlarini taqitib va saqlaganligini, Xitoyning jinoiy ishlar qonuni, terrorlikqa qarshi turish qonuni, amonlik saqlash ishlari bo'yicha boshqarish va jazolash qonuni, internet uchur mulozimati boshqarish chorasi qatorliq qonun nizomlariga xiloflik qilganligi bilan ayblanib jazolagan ekan. Mazkur xabarda deyilishicha, qanunsuz uchur tarqitish bilan jazolangan 13 kishining 3 nafari Uyg'ur, 10 nafari Xitoy ekan. Bularning 2 nafari atalmış millatlararo uyushmanlikka qudratqo'liq qilish, atalmış diniy oshqunlikqa munosabatli buyumlarni tarqitish degan qalpoq bilan jinoiy ishlar bo'yicha to'xtatib qo'yilgan. Yana birga tanqidiy tarbiya jazo berilgan. Jinoiy ishlar bo'yicha to'xtatib qo'yilgan bu 2 Uyg'ur o'g'iljidan bo'lib, biri 19 yosh, yana biri 35 yosh ekan. Xabarda ularning bu yil 22 aprel va 11 may kunlari o'zining shaxsiy ijtimoiy aloqa suhbatida millatlararo uyushmanlikka qudratqo'liq qilishga doir so'z jumlalarni qilish va oshqun ideyani tashviq qilgan surat kuchurlarni tarqitish bilan ayblangan ekan. Ma'lum bo'lishicha, buningdan ilgari Xitoy doiralari Uyg'urlarni internetda atalmış qanunsuz uchur tarqatgan degan nomda jazolagan bo'lib, bu Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda qanunsuz uchur tarqatish bilan jazolanganligi e'lon qilgan 22-turkumdagi tipik deylov ekan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Qrimning qanunsuz holda Rossiyaga qo'shib olinishini Turkiyaning e'tirof qilmaganligini va buningdan keyin e'tirof qilmaydiganligini bildirdi. Türkiye Ovoz Radiosi xabarida Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Cumhur Reislik kulliyasida rasmiy ziyorat uchun Anqaraga yetib kelgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Turkiya Qrimning qanunsuz holda Rossiyaga qo'shib olinishini e'tirof qilmagan va buningdan keyin e'tirof qilmaydiganligini bildirib, irqidoshlarning tarixiy ona vatanlari Qrimdagi mavjudligining davomlashishi, kimliklari va kulturlarining qo'g'dilanishi, haq-huquq va hurriyatlarining kafolatiga ega qilinishi oldingi qatordagi ishimiz bo'lishini davomlashtirdi dedi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Türkiye'nin Qrim masalasiga qaratgan siyosatiga alohida rahmat etib, Ukrainaning zimin butunligiga doir o'zgarmas pozitsiyasi, Turkiyani yaxshi bir qo'shni, samimiy do'st, muhim strategik sherik deb ta'riflab, Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarga zo'r ahamiyat berib kelayotganligini, Turkiyaning savdo sanoat sohasini Ukrainaga taklif qiladiganligini, xotirjam faoliyat qilish uchun o'z nomidan kafolat beradiganligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.